Apa bu taxsini al. Balalarım, buvanglarni chaqiringlar, hammamiz birga nashta qilaylik. Ha, mana keldim. Assalomu alaykum. Va alaykum assalom va rahmatullohi va barakatuh. Balalarım, bugun sizlar bilan nashta qila olmayman. Chunki ro'za tutgan edim. Buva, bu ay Ramazon oyi bo'lmasa, nimishqa ro'za tutdingiz? Ramazon ro'zasi islomning farzlaridan biri. Bugun tutgan ro'zam payg'ambarimizning sunnatiga agishib tutgan nafli ro'za balalarım. Peygamberimiz Allah Teala'ya yakın buluş için her ayda 3 gün roza tutkan. Ben bu sünnetini ada kılıvatıma. Peygamberimizden bu sünnetinin bir hikmeti bardır akçan. Bar oğlum, roza tutuş ruhimizni paklaydı. Bedenimizdeki artıkçı maddelarını tazlap, bedenimizni sağlam kılıdı. Peygamber aleyhisselam roza tutunla sağlam bulasılar diye. Peygamber aleyhisselam to'g'risida yangi gaplarni anlagan siri texmi ko'p anlag'im kelyapti. Buva, men qachonmi sendek bilimlik bo'larman? İnşallah çokum bilimlik bo'lasan kızım. Paydalıq bilim erişinlar üçün her vaqt dua qılıman balalarım. Sizlərning yaramlıq farzandlar bo'lishinglarni Allohdan tilayman. Xo'sh balalarım, Bismillahirrahmanirrahim deb boshlaymiz. O'tgan qitim payg'ambar alayhissalomga munosabatli hikoyaning Zamzam haqidagi yeriga kelgan edik. Payg'ambarimizning cho'ng dadisi Abdulmutallib tushida ko'rgan bishoratga asosan Zamzam quduqini izlab topay deb qolgan edi. Endi sizlarga oxirini so'zlab beray. Diqqat bilan anglang. İbn Ömer, bu Abdulmutallib zodi nima ish qilib yuriydi? Zamzam quduqini izlab o'tibdekmish. Qara, u qo'layotdi. Men hech nimani bilolmadim-ku. Asta, avayla Abdulmutallib. Ha, birər iş oldu mu? Senden soray deb turgan. Zodi, nemish qilyapsan? Bu yerni nemishqa qo'laysan? Kabining yenini qo'lasan qandoq bo'ladi? Qo'lavatman shu. Qo'lig'ili qo'yinglar. Abdulmutallib, gapimizni anglab qo'y. Hey, sana gap qilyapmiz. Kabining tanrisi bilan qasam qilamanki, quduqni topdim. Zamzam suyini topdim. Abdulmutallib oxiri Zamzamni tepibdi. Ey Quraysh, qaranglar, Zamzam suyini topdim. Abdulmutallib, bu bovimiz İsmoilning quduqi. Bu quduqda bizning haqqimiz bor. Unutma, quduqqa bizni sherik qilasan. Xudo haqqi, sizlarni Zamzamga sherik qila olmayman. Ben bu yerini yalğız tapdım. İşimge arlaşmanglar. İnsaf qil, Zamzam seninla emas. Undaqda bizni birər kelishtirib qoysun. Zamzam quduqi haqida kelishalmidik. Aranglardan biringlar bizni kelishtirib qo'ysanglar bo'pti ekan. Biz qandoq kelishtiramiz? Undaqda bizni Saad royibning o'g'li kelishtirib qo'ysa, boshqa fikrimiz yo'q. Qandoq dedim? Ha, mayli. To'g'ri dedi. Abdulmutallib ve Abdumanaf cemaatidan 20 kishi Şamdaki Saad rohibining o'g'li bilan ko'rishish uchun yo'lga chiqdi. Bir tamchi suyimiz mi qolmadi? Bu cho'lda suv bo'lmasa, endi qandoqmi qilarmiz? Hey Abdulmutallib, endi qandoq qilamiz? Ibn Isaq, nim bo'ldi? Nima dedim? Suyimiz qolmadi da'vatiman. İçidigan suyimiz tugidi. To'g'i sherik bo'lamiz deb, bu cho'lda suyimiz qolmadi. Endi qandoq qilamiz? Biz cho'qim yo'ldan ezib qoldik. Qandoqsiga? Biz bu yo'ldan burun menib baxmagan, hozir qayerda ishganligimizni, nega kelganligimizni bilolmayapmiz. Endi qandoqmi qilarmiz? Ustozlik bizni halsizlantirgucha, musha atrofdan so'zlab baxmaylimi? Suv tepib ichib olgandan keyin yo'limizni davomlashtirarmiz. Eng yaxshisi shunday qilaylik. Amisi men karvondagilarga xabar qilay.
Ey Tanrım. Kökte birer kuş, yerde birer giyoh mı görmedim. Bizge rahim qilmasan, mushu yerde de tugishib ketadigan o'xshaymiz. Voy Xudoyim. Suv, bu yerda rastulli suv bor ekan. Mana endi suv ichib bilib, yo'limizga ravon bo'ladigan bo'ldik. Suv topdik. Bu yerda suv bor ekan. Tez kelinglar, suv bor ekan. Ahir suv topdik. Suv ichib olayli. Tangri sana bu qaqas çölde su berdi. Zemzem quduqi sening bo'lsin. Bo'ldi. Zemzemni senden talashmaymiz. Hey Abdulmutallib. Agar 2-3 farzanding bo'lgan bo'lsa, bular Zemzemni senden talışıp yurmagan bo'ladi. Mekke'ga barmasdan Tangrining menga farzand berishi uchun qurbonlik qilaman. Agar Tangrim menga 10 o'g'il farzand ato qilsa, bir o'g'limni Tangri uchun qurbonlik qilaman. Allah Taala Abdulmutallibga yaramliq 10 o'g'il farzand ato qildi. Qarışalımız Abdülmutallib, qarışalımız. Rahmat. Kəbini ziyaret qılğılı keldingmi yoki boshqa ishing bormi? Ha, ishim bor edi. 10 o'g'limning ichidan qaysini qurbonlik qilsam bo'ladi ekan, seni chek tashlab tanlab beramdikin deb keldim. Sen nima deyapsan Abdülmutallib? O'g'lingdan birini rastilla qurbonlik qilamsan? Hayron qilib otamsan. Bir o'g'limni qurbonlik qilaman deb Tangriga va'da bergan edim. Tangri menga tiligimni berdi. Menmi Tangriga va'da qilganimni beraman. Bo'pti, chek tashlab boqay. Abdullah, Öz ixtiyorligim bilan qurbonlik qilaman. rastilla o'g'lingni qurbonlik qilamsan? Ishonmayaptamsan? Balaliqimdan boshlab Tangriga ishinib kelyapman. Bugungacha Tangriga sendek qurbonlik qilmoqchi bo'lgan birasini ko'rib boqmadim. Tangriga bergan va'dangni o'rindamasangmi bo'ladi? Meningcha sen Tangridan kechirim so'ragin. Kechirim so'rasam bo'lamda. Allah xolisa vaqalikning davomini ati aytib beray. Balarim bek kech bo'lib ketdi. Endi uxlanglar. Allah amanet. Assalomu alaykum va rahmatullohi va barakatuh. Va alaykum assalom va rahmatulloh.